Erkak nimaga xiyonat qiladi? Mana shu bizni jamiyatda, mentalitetimiz bo'yicha. Birinchi navbatda erkakning xiyonati uchun o'zingizni hech qachon ayblamang. Siz aybdor emassiz. Xiyonat bu tanlov va har kimni o'zi, o'sha xiyonatkorni o'zi mas'ul, o'zi faqatgina aybdor. Agarda kimdir sizga, san mehr bermagansan, san nimadir bermagansan va san aybdorsan deyotgan bo'lsa, u odamni nariroqqa paslać qiling, katta xolasinikiga. Хорошо, siz aybdor emassiz. Bizni jamiyatda, mana o'zbek jamiyatida nimaga erkaklar ko'pincha xiyonat qilishadi? Masalan, Yevropa bilan solishtirsak, G'arb bilan va xolanki Yevropada примерно 30-40%, Rossiyada 50-60% va biz yoki boshqa bir arab davlatlari, tam Sharq, umuman mana shu davlatlarni olib qaraydigan bo'lsak, 80-90%, Afg'onistonda вообще 99%. Nega bunaqa? Vaholanki biz din deb hamma joyga jar solamiz, lekin eng ko'p orqadan pichoq uradigan xiyonatkorlar aynan bizda. O'zbekistonda ham 80-90% ayollarga xiyonat qilishadi. Buni 7 ta asosiy sababi bor. Ularni hozir birin-ketin sizga aytib beraman. Birinchisi, Мы родом из детства degan gap bor. Bizni barcha mana shu xatti-harakatlarimiz bugun shaxs sifatida shakllanganimiz bolaligimizga borib taqaladi. Ya'ni bolalikda o'g'il bolani uni emotsiyasini hurmat qilinmagan, uni emotsiyasini, hissiyotlarini qabul qilinmagan. Ya'ni yig'lasa o'g'il bola yig'lamaydi, uyalsa san o'g'il bolasan, uyalma. Qo'rqsa o'g'il bola ham qo'rqadimi? Xullas, o'zini emotsiyasini ko'rsatmoqchi bo'lganda, emotsiya esa tabiatan bizga jinsimizdan qat'iy nazar berilgan in'om va katta bo'lib, men 39 yoshimda ham yig'lab turaman va men uchun normal holat. Xullas, uni emotsiyasi bilan yolg'iz qoldirib, emotsiyasini hurmat qilmaganidan keyin onasi ko'p hollarda, otasi ham xuddi shunaqa, uni emotsional intellekti rivojlanmaydi. Shunaqa tushuncha bor. Emotsional intellekt, ya'ni o'zini emotsiyalarini qabul qilish, uni hurmat qilish va bunaqa inson boshqalarning qalbini, emotsiyasini, xohishini ham hurmat qiladi. Tabiiyki bolalikdan bizni mentalitet bo'yicha o'g'il bolani emotsiyasini, ruhiyat, hissiyotlarini qabul qilinmaganidan keyin tabiiyki katta bo'ladida, u birovni qalbi bilan, birovni emotsiyasi bilan, birovni qalbi og'rishi bilan hisoblashmaydi, faqat o'zini o'ylaydigan bo'ladi. Ya'ni uyidagi o'sha halol juftini qalbi og'rishi haqida u o'ylamaydi, chunki bir paytlari uni qalbini og'ritishgan. Bu xuddi o'sha mehr ko'rmagan yoki bo'lmasa ko'proq kaltak yegan, og'riq yegan jinoyatchilar qamoqxonada o'tiradi-ku. Ya'ni ularning aksariyati bolaligida mehr ko'rmagan, emotsiyasi hurmat qilinmagan insonlar. Xiyonat esa u ham bir jinoyat. Bizni mentalitet bo'yicha birinchi sababi bu bolaning, o'sha erkakning bolaligida emotsiyasini hurmat qilinmagani va qabul qilinmaganidir. Shuning uchun ham u katta bo'lib, o'zini halol juftini qalbini o'ylab ham o'tirmaydi. Ikkinchisi, o'ziga bo'lgan bahosi pastligi. Bu nima degani? Bolalikdan bizni qo'shnimiz tam Shermat Fantomasning nevarasi bo'lmish Bakvargan bilan solishtirishgan. Uni qara, sanni qara. Sinfxonada A klass sinfda o'qisak B klassni zo'r deyishardi, B da o'qisak A klassga qarab o'rnak olsanglar bo'lmaydimi deyishardi. Xullas, bizni bolalikdan afsuski sama atsenkamiz, ya'ni o'zimizga bo'lgan bahoyimizni sindirib katta qilishadi mentalitet bo'yicha. Ya'ni agarda buni biz maqtasak, taltayib ketadi, boshimizga chiqib oladi. Shuning uchun maksimal unga bosim beramiz, yanchamiz, ana o'shanda u jimgina bizni xo'p bo'ladi deb hamma aytganimizni qilib yuraveradi. Mana shu qarash bor. Va tabiiyki katta bo'lganidan keyin men ham odamman, men ham qo'shnimiz Shermat Fantomasning nevarasidan kam joyim yo'q. Mana ko'rib qo'yinglar, ko'ryapsizlarmi deya xiyonat qilishni boshlaydi. Avvalo o'ziga isbotlash uchun, что u boricha uni qabul qilishlariga, mehrga, sevgiga loyiq u ham. Tushunyapsizmi?
Bitta situatsiya aytaman. Bizni sinfda bo'yi kichkinagina o'smay qolgan bitta yigit bor edi, bolakay. Menimcha 8, 9, 10-sinfgacha ham u hammadan yarim beligacha kelib yurardi. Juda kichkina edi. Hamma уже 10-9-sinfda romanlar, boshqa qizlarga qarab, qizlar ularga qarab mana shunaqa yashashni boshlaganda, chunki подростковый возраст, u bolani hamma yosh boladek ko'rardi, o'sha qizlar ham o'zini tengi qizlari. Tabiiyki uni qalbi og'rigan o'sha payt. Jismoniy ko'rinishi kichkina bolalarga o'xshagani uchun katta bo'ldi. Uni ishlari yurishib ketdi. Eng qizig'ini aytaymi, bo'yi ham o'sib ketdi. Sport bilan shug'ullanishni boshladi va puli paydo bo'la boshladi. Keyin o'zini ichidagi o'sha bo'shliqni, gestaltni o'rnini qizlar bilan yurib, ayoliga xiyonat qilib, ko'rdinglarmi, bir paytlari meni mensimagan edinglar, endi sizlarga ko'rsatib qo'yaman degan ma'noda, o'zi bilmaydi buni, ong ostida u xiyonatga sho'ng'ib kasallik darajasigacha chiqib ketdi, ya'ni xiyonatga zavisimoy bo'lib qoldi. Samootsenka pastligi uchun, bolalikdan uni o'ziga bo'lgan bahosi pastligi uchun katta bo'lib, o'ziga va atrofga isbotlash uchun mana shunaqa xiyonatga berilib ketdi. Bu ikkinchi sabab. Bizda erkaklarni o'ziga bo'lgan bahosini maksimal past qilib tarbiya qilishadi. Chunki agar uni maqtasang, o'sha boshingga chiqib oladi degan ma'noda. Nima deysiz? Mentalitet shunaqa. Dalshi, uchinchisi. Bu testosteron. Hozir hayron qolasiz. Testosteron erkak gormoni, buni bilasiz. Testosteron qanchalik ko'p bo'lsa, xohish, o'sha jinsiy yaqinlikka xohish shunchalik ko'p bo'ladi va O'zbekiston butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi testosteron ko'pligi bo'yicha. Ha, aytishingiz mumkin, bu bahona bo'la olmaydi, deyishingiz mumkin, lekin bu ham asosiy sabablardan. Chunki agarda o'rtacha erkak kishi bir kunda, bir sutkada 60% miyasini o'sha yaqinlik, seks egallaydigan bo'lsa, bizni erkaklarni menimcha 80% как minimum o'sha narsa egallaydi. Chunki mashinada o'tirganda ham kimnidir o'sha yumshoq joyiga qaraydi, ishxonasida ham xayolida faqat yaqinlik bo'ladi. Chunki testosteron bu gormon, u gormon xohlaymizmi yo'qmi, bizni boshqaradi. Shuning uchun ham asosiy 80-90% mana shu xiyonatlar bizni jamiyatda bo'ladi. Dalshi. Bizni jamiyatda 4-sababi erkak xiyonati oddiy holdek, ayol xiyonati fojiadek qabul qilingan. Ya'ni tan olaylik, bizni jamiyatda erkaklarga juda ko'p huquq berilgan. Ha, buni dinni qurol qilib olib kelishadi, hatto dinda ayol kishi undan 1000 barobar past bo'lishi kerak degan joyi yo'q. Yana bir narsalarni va qoloq mentalitetni olib kelishadi-da, erkak kishi ko'chaniki, uyingga qaytib kelganiga xursand bo'l. Zato baribir sen bilan yashayapti-ku, ajrashib ketmayapti-ku, zato xarajat olib kelyapti-ku, mana shunaqa qarashadi. Aslida erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, ularning xiyonati bir xil bo'lishi kerak. Mana sizga boshqacharoq qilib aytaman. Meni ham erkakman, meni ham atrofimda do'stlarim juda ko'p. Bilasizmi, erkaklar jamiyatida xiyonat qilib yurgan erkak hattoki zo'r hisoblanadi. Ya'ni agarda qaysidir erkak 10 ta yigit o'tirsa, u xiyonat qilmaydigan bo'lsa, unga boshqacha qilib qarashadi. Sen xotin qulusan, podkabluchniksan, xotiningdan qo'rqasan, shuning uchun ham xiyonat qilishga qo'rqasan, sen tipa lattasan, buni ochiq aytmasa ham. Xiyonat qiladigan va mana shu she'r qanchalik ko'p qizlarni boshini aylantirib, uni ustiga agarda uyidagi ayolini uje nima deydi, rozi qilib yoki bosib yanchib qo'ygan bo'lsa, og'ziga pul bilan urib, qo'pol qilib aytganda, chunki ko'pchilik ayol pul uchun chidashi mumkin, u erkak молодец, she'r haqiqiy hisoblanadi. Mana bizni mentalitet qanaqa tuzilgan. Erkak kishini xiyonati shuning uchun ham kechiriladi, normal holat, uyiga maksimum borsa arazlab 3 kundan keyin qaytib keladi ayol, ayolni esa toshbo'ron qilishadi. Xiyonat qilsa, vaholanki u ikkalasi ham qalb, uniki ham buniki ham bir xil og'riydi. Jamiyatda erkaklarni xiyonat qilgani normal holat, hattoki zo'r deb hisoblangani uchun erkaklar orasida erkaklar buni qilishga moyil bo'lishadi. Tasavvur qiling, agarda jamiyatda teskari bo'lsa, erkaklarni toshbo'ron qilishsa, ayolni esa tam uni kechirsa bo'ladi deysa, maksimal tarzda erkaklar xiyonatdan qochishgan bo'lishardi, o'sha bitta joyi xohlab turgan bo'lsa ham. 5.
Buni tabiiyki aytish kerak, buni inkor qilib bo'lmaydi. To'shakda qoniqmaslik. Ayoli bilan qoniqmaslik. Nega? Bizni jamiyatda ayoli bilan, ya'ni halol jufti bilan to'shakda juda ham chegaralangan erkaklar. Ayolni o'zini uyalchangligi, o'zini tarbiyasi ну, qaraladi, что bilan определенный aniq bir pozalar mumkin, aniq bir narsalar mumkin, lekin boshqa chegaradan o'tish kerak emas deb qarashadi. Lekin erkaklarning miyasida juda ham keng fantaziya bu borada, yaqinlik borasida. O'sha fantaziyasini amalga oshirishni ishoning har bitta erkak xohlaydi. Men aytmoqchi emasman pornodagidek bo'lish kerak deb. Lekin intim, ya'ni bu yaqinlik shunaqa narsaki, bu va xotinni o'rtasidagi rishta. Agarda ular bir-biridan rozi bo'lib, ular shunga rozi bo'lib buni qilayotgan bo'lsa, bu gunoh ham emas, bu ayb ham emas. Ular o'zlari bilganicha baxtli bo'lishyapti va erkak o'zi xohlaganini olyapti, ayol o'zi xohlaganini beryapti degani. Natijada o'sha erkak fantaziyasini amalga oshirish uchun bu chapga, o'ngga ketishga majbur bo'lmaydi. Ishoning, to'shakdagi chegaralar, to'shakdagi, может быть, kallangiz og'riydi, может быть, sizga yoqmaydi, sizni unchalik ham xohishingiz yo'q yoki bo'lmasa chegaralar ko'p, bu mumkin emas, u mumkin emas, u narsa gunoh, bu narsa deydigan bo'lsangiz bilar bilmas, chunki odatda ilmsizlik tufayli bunaqa chegaralar qo'yiladi. Tabiiyki erkak o'sha fantaziyani amalga oshirishni istab yashaydi, chunki erkakning ichida agressiya bor. Mana shu erkak nima deydi, yirtqich deb oladigan bo'lsak, erkak kishining ichidagi agressiyani chiqarishi kerak. Yoki u ko'chada mushlashib chiqaradi, yoki afsuski sizga qo'l ko'tarib baqirib jahl qilib chiqaradi, yoki to'shakda chiqarishi kerak. Ko'chada mushlashib bilmaydi, tam qamab tashashadi, sizni ura olmaydi, yana qamab tashashadi yoki ketib qolasiz. Bu mumkin emas va to'shakda ham chegaralangan, nima qilishni bilmaydi, o'sha agressiyani pul evaziga ko'chadan qidirishni boshlaydi. Ya'ni mana shu uni fantaziyalarini amalga oshirib beradigan ayolni 100%. Ishoning, erkak kishi uchun to'shak eng muhimi desam ham xato bo'lmaydi. 6-sabab. Ilmsizlik, yetuk bo'lmaganlik, infantillik va tabiiyki vijdonsizlik. Ya'ni vijdon nima degani? Aslida vijdon bu insonni o'zi bilan o'zi kelishib olishi va ota-onamni menga bergan tarbiyasini yerga urmayman. Mana yaratgan bilan aloqamni shunaqa o'rnatganmanki, uni oldida mana shunaqa yaramaslik qilmayman. Eng avvalo o'zimni qalbimni oldida o'zimni hurmatim qochmasligi uchun ham bunaqa orqadan pichoq uradigan ishlarni qilmasligim kerak deydi. Ya'ni bu nima degani? Xiyonat qilish aslida mana vatanga xiyonat qilishadi-ku terroristlar, xuddi shunaqa narsa. Oila bu vatan, kichkina bir vatan va oilaga xiyonat qilgan erkak aslida bu juda katta orqadan pichoq urish va juda katta jinoyatligini tushunadi. Ammo agarda unda vijdon rivojlanmagan bo'lsa, ya'ni o'ziga bo'lgan hurmati rivojlanmagan bo'lsa, ya'ni bu qoradan vatanga xiyonat qilmaslik kerak, qadriyatlar rivojlanmagan bo'lsa, u asosiy o'zini faqat xohishi va ehtiyojini ustun qo'yadi. Vijdon esa o'z navbatida ilm bilan keladi. Nodon odam vijdonli bo'lishi mumkin emas. Ilmsiz odam, qoloq odam mana bu joyda u vijdonli bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ham aksariyat ana shu bo'lmag'ur jinoyatlarni qoloqlar qiladi, aksariyat xiyonatlarni vijdonsizlar qiladi. Vijdonsiz esa ilmsizlik bilan barobardir. Ilmsizlik bu barcha ma'noda. Dunyodagi jamiki ilm insonni ongli qiladi, осознанный qiladi, o'zini anglashga, qadriyatlarni po polочкам qo'yishga olib keladi va o'sha narsa avvalo to'xta, men xiyonat qilsam, bu avvalo bu meni qadriyatlarimga zid, meni tarbiyamga, meni iymonimga zid deydi va u agarda xohlasa ham o'sha bitta joyini qisadi.
Erkaklarda o'zi tabiatan xohish bo'ladi, ishoning. Ayolini sevsa ham. Ya'ni kimdir modelni tashqi ko'rinish bo'lishi mumkin, kimnidir qaysidir joyi kattaroq bo'lishi mumkin. Erkakka tabiatan o'zi o'sha boshqa ayollarga ko'zi o'ynashi berilgan. Instinkt shunaqa. Shu jamiyat rivojlanishi, tug'ilishlar ko'p bo'lishi uchun. Lekin bu narsani nazorat qilsa bo'ladi, bu narsani oldini olsa bo'ladi va bu narsani xohish bo'lsa ham qilmasa bo'ladi agarda vijdon va mana bu joyda yetuk bo'lsa erkak. Bizda esa afsuski tabiiyki ilmsizlik tufayli va yetuk bo'lmaganlik tufayli o'qqa cho'qqa urib o'zlarini har qanaqa ahmoqgarchiliklar qilishga odatlangan. Jamiyat shunaqa tuzilgan afsuski. 7-sabab. Bu sababni hozir tarsaki uraman, tayyor turing va tarsakini men sizga urganim yaxshiroq, vijdonan sizga do'st sifatida, chem butun umr hayot urib yurganidan. Erkaklar uni changalida bo'lgan, o'sha erkakka moliyaviy, emotsional qaram bo'lgan, o'sha erkakni 4 ta devorini ichida o'tiradigan va hayotda oilasi, eri, farzandlari, pampersi, kartoshka piyozi xizmatidan boshqa ma'nosi, missiyasi bo'lmagan ayollarga xiyonat qilishadi. 90% uy bekalariga xiyonat qilishadi. Nimaga? Aslida o'sha uy bekasi mana to'ydan oldin erkak kishi uni shaxsini yoqtirib uylanadi. Ya'ni uni deylik hobbisi bo'ladi, qiziqishi bo'ladi. O'sha ayolni umuman agarda yoqtirib uylangan bo'lsa-da, ba'zan bo'ladi yoqtirmasdan ham prosta qulay bo'lgani uchun olgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham insonni shaxs sifatida shakllangan, hobbilari bilan, qarashlari, plyuslari, minuslari bilan ana shu holida sevadi. Tabiiyki erkakni changalida bo'lib qolgan, hayotida boshqa ma'nosi yo'q ayol kishi bu yosh bola pozitsiyasida bo'lib qoladi va bu yosh bolalik, chunki butun erkini xo'jayin deb qaraydida, erkakka topshirib qo'yadi bu ayol. Ya'ni erkakka hamkor sifatida, juft sifatida, yor sifatida qaramaydi-da, unga go'yoki o'sha xudo, ilohiy, men esa keyingi darajadaman deydi, o'zini qadrini keyingi darajada qo'yadi. Оправдать qiladi, boqyapti-ku, yaxshi-ku, boshqa-ku. Ishoning 90% kamida uy bekalariga xiyonat qilishadi. Atrofga boqing va so'rab chiqing. Har bitta uy bekasi xiyonat ko'rgan, ko'ryapti va ko'radi. Nega? Chunki ilohiyot, ya'ni duxovniy tarafdan aslida o'sha ayol o'ziga xiyonat qilayotgan bo'ladi. Ya'ni erliman degan galochka uchun, ishlashim shart emas, erim boqyapti degan galochka uchun va nima dedi, qaysidir manfaatlar uchun o'zligi va o'z qalbiga xiyonat qilayotgani uchun. Chunki uni erga chiqishdan boshqa jamiyatga foydali bo'lish missiyasi ham bor edi, Alloh bergan. Ya'ni vrach bo'lishi mumkin edi, jamiyatga o'qituvchi bo'lishi mumkin, bilmadim, florist, gullar bilan odamlarni xursand qilish mumkin. Uni ichida to'la iste'dod. Ana shuning uchun ham afsuski uni ichidagi qalbi unga aytib yotadi, iltimos, san jamiyatga foydali, evolyutsiya, mana shu dunyo yaxshiroq bo'lishi uchun hissangni qo'shishing kerak. Faqat tug'ish, uyda o'tirish, erni poylab yashashdan iborat emas hayot deydi. Bunaqa toifa ayol o'zligini yo'qotadi, tabiiyki shaxsini yo'qotadi va erkakka emotsiya bermay qo'yadi. O'sha erkak keyin o'sha emotsiyani tashqaridan qidirishni boshlaydi. Bilasizmi kimlar bilan? Unga kerak payti pashol deya oladigan ayol bilan, kerak bo'lsa kalta yubka kiyadigan, sigaret chekadigan ayolning orqasidan kuchukdek yugurib yuradi. Seni sevaman, o'laman, ikkinchi qilaman, seni boshimda ko'tarib yuraman deb o'zini halol jufti ajoyib ayolini esa qadrlamay qo'yadi. Chunki o'sha ayol uyidagi afsuski o'zligidan kechib, uni changaliga, qafasiga tushishga rozi bo'lgan bo'ladi. Afsuski mentalitet bizda shunaqa. Onalarimiz, buvilarimizni hayotini ko'rsangiz va ularni mana shu bosib o'tgan yo'lini ko'rsangiz, kim mana shunaqa hayotga rozi bo'lgan bo'lsa, u albatta xiyonat, qo'shqotillik va butun umr qadrsizlantirishga uchrashgan va jabrdiyda pozitsiyasida o'tib ketishgan. Mana shu 7 ta bizni mentalitetimizdagi eng asosiy erkakni xiyonat qilishiga sabablar. Aytishingiz mumkin, yechim
nima qilsak bo'ladi deb. Mana shu video o'zi aslida sabablarini aytaman va keyingi videoda esa yechimlarini aytaman, lekin hozir ham manfaatli bo'lish uchun 3 ta asosiy yechimini aytaman. 7 ta sababni aytdim. Bu yerda sizni aloqangiz bo'lgan va ta'sir qila oladigan, xiyonatni oldini oladigan 3 ta asosiy punktida siz ta'sir qila olasiz. Birinchisi bu to'shak. To'shakda seksologga boring, o'zingizni ustingizda ishlang va chegaralarni, o'sha juda ko'p chegaralarni kamaytiring. Chunki to'shak bu eringiz va sizni orangizda bo'ladigan faqatgina munosabat va u faqat agarda siz bu borada ilmingizni oshirsangiz, u faqat sizlarni birlashtiradi. Aslida bu sizlarni uzoqlashtirmaydi. Shuning uchun to'shakda bir xillik yoki o'sha chegaralar sizlarni orangizga sovuqlik tushiradi. Bu bir. Ikkinchisi, faqat uy bekasi bo'lish va o'zligingizdan kechish savolini qayta o'ylab ko'ring. Ishoning, men sizga yomonlikni ravo ko'rmayman. Men sizlarni ajratmoqchi emasman. Men sizlar baxtli bo'lishingizni istayman. Siz yetuk va rivojlanishingizni istayman. Ana shundagina faqat erkak kishi sizni qadrlab boshida ko'tarib yuradi. O'zingizga pul topish uchun instrument toping. Bu oilani boqish uchun emas, o'zingiz uchun, sayohat uchun, o'sish uchun. Bilmadim, IELTS ga boring, o'zingizga ayting, qanaqa sevimli meni maqsadlarim bor edi, hobbim bor edi deb ana shular bilan shug'ullanishni boshlang va jamiyatga foyda keltira boshlang. Jamiyatga foyda keltiring, buni orqasidan o'zingiz mazza qiling, sevimli kasb bo'lsin va uchinchisi buni orqasidan pul ishlang va bu pulni o'zingizga sarflaysiz. Ajoyib-ku. Ana shunda siz ham erkak uchun qadrli va unga emotsiya bera boshlaysiz, ishoning. Va uchinchisi, agarda sizga xiyonat qilishgan bo'lsa va bu narsa takror davom qilayotgan bo'lsa, bu narsaga siz ham takror chidamang. Chunki ishoning meni gapimga, men ham erkakman, ekspert bo'lishimdan qat'iy nazar, chidaydigan ayolga xiyonat qilishadi. Chunki erkak ko'zida baribir uni sotib olaman, o'zini ayolini iPhone'ga, gulga, pulga va hokazo deydi, u yana ko'chada xiyonat qilib yuraveradi. Chidamaydigan ayol uchun o'zgarishga sabab topishadi va chidamaydigan ayol uchun kechirim so'rashadi va mana shu xohishidan-da ko'ra oilasini va o'zini halol juftini, farzandlarini ustun qo'yishadi. Ishoning. Shuning uchun aslida qayta xiyonat qilishayotgan bo'lsa, chidamaslik kerak. Chunki bu yerda eng asosiysi sizni o'zingizni qalbingiz, sizni o'zingizni qadringiz va sizni mana shu ichki dunyoyingiz. Agarda uni chetlab o'tib, nima ham derdim, erkak kishiga tekkan kasal ekan, onalarimiz chidagan, men ham chiday desangiz, butun umr mana shunaqa baxtsiz qismatga qo'l qo'ygan bo'lasiz. Rahmat. Meni ismim Utarov Dilshod. Psixologiyani aynan bizni mentalitetga bog'lab, aynan bizni psixologiyani o'rgataman va juda ko'p ilmli, juda ko'p manfaatli ilmlarni beraman vijdonan. Chunki 39 yoshimgacha butun umr desam ham bo'ladi, ilm o'rgandim. Va mana shu ilmlar bilan siz bilan hayotingizni yaxshilash uchun, baxtga osonroq erishishingiz uchun ulashib boraman endi YouTube kanalda ham. YouTube kanalda yangi bo'ldim, profil ochdim. Bu birinchi videoyim va obuna bo'lib qo'ying, menga yoqimli bo'ladi va kelajakda yana ijodlar qilishim uchun bu menga turtki va motivatsiya bo'ladi. Oxirigacha o'tirganingiz va ilm izlayotganingiz, o'z hayotingizni o'zgartirishga harakat qilayotganingiz uchun sizga rahmat deyman. Omon bo'ling.